Shoshilinch xabar: dollar kursi 4 kunlik ko'tarilishdan so'ng yana tushdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 29 dekabrda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollar 21,15 so'mga pastlab 12.057,32 so'm bo'ldi. Yevro 41,81 so'mga tushib 14.192,67 so'm bo'ldi. Rubl 0,07 so'mga pastlab 155,16 so'mni tashkil etadi. Bundan avval dollar kursi ketma-ket 4 kun ko'tarilib 12.078,47 so'm bo'lgandi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-noyabr oylarida ichki valyuta bozorida xorijiy valyutaga bo'lgan umumiy taklif hajmi o'sish sur'ati talab hajmi o'sish sur'atidan biroz yuqori bo'ldi. 11 oydan so'ng almashuv kursi 7,5% ga mustahkamlandi.